Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugungi klipimiz onajonlar o'ynasin degan klipimiz syujetini Piromanov Islomga topshirdik. Assalomu alaykum azizlar. Hozir ukamiz klub haqida gapirayotganda zo'r o'zim o'zim qiynalib, sababi men yaqin ona yo'qotganman va bunchalik ko'p onani yig'ib meni hozir ko'nglimni ko'tarilishiga sababchi bo'layotganingizga yana Alloh rozi bo'lsin. Hozir xursand bo'lman shuncha onalarni ko'rib, inshaalloh va'da beramiz. Har bitta onaga ushbu klipimiz yoqadi inshaalloh. Xudo xohlasa. Tuzashda davom eting. Mani bolalarim tan joni sog' bo'lsin. Mana qilayotgan ishlari xayrli, hammaga yordam berib, o'g'illarim, iloyim tan jonlari sog' bo'lib, kelajakda mana shu hamma ishlarimizni zo'r chiqib, yuzlarimiz yorug' bo'lib, hammamiz hamisha el ardog'ida bo'lib yuraylik. Sizlarni ham tan joninglar sog' bo'lsin. Mana shu ziyoratlarga hammamizdan duolarimizni o'tgan yaqinlarimizdan hammasini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ularning ruhlari bizani hamisha qo'llab-quvvatlab turgan bo'lsin ilohim. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika. Alloh. Shukr. Qanaqasi yaxshimisiz? Shirin bo'lib. Assalomu Keling, mana. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Joningiz sog'mi? Odamlaringiz bor o'zingizlar. Joningiz sog'mi sog'mi? Boringizga shukur. Keling, shu yerga o'tirsangiz. Iloyim, xonadonlarimiz obod bo'lib, yurtimizga ko'z tegmasin iloyim. Nima niyat qilayotgan bo'lsak, iloyim niyatlarimiz ijobat etsin. Shu bugungi bolamni boshlagan ishini hayotga ilohim. El nazaridan qolmagan hamisha kunlar yashnab yuringlar, sog'likda, salomatlikda, bag'rimizda diydor ko'rishni ilohim. O'tganlarni Alloh rahmat. Sal yaqinlashtirsangiz bo'ladi kamerani o'zini. Qo'rqmasdan. Apparatga bosing. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bizlar o'ynang onamdagi qo'shig'imiz syomkasini boshladik. Xudo xohlasa tez kunlarda onajonlarning maqsad o'yinidagi qo'shig'imizni Başlayalım tamam. Gelin. Gene opa. Yana ko'ramiz endi. Bu o'tiringlar, joylashing. Ben hazırlıklı kabul ediyorum. Aziz vatandoshlar, bugun yangi qo'shig'imiz Rezo Piromanov olyapti. Bu qo'shig'imiz onajonlar o'yini.
Farmo Qodirova mani onam bo'lib chiqyapti. Men o'zi Hmm. o'g'lim bilan allaqachon biz ona bola tutinib bo'lganmiz. Tug'masam ham tutgandan a'lo, o'zimni o'g'limdan a'lo ko'raman. O'g'lim yo'q hayotda, ikkita qiz. Tutingan o'g'illarim ko'p. Bugun mana ikkita o'g'lim ikki yonimda, bittasi Ikrom Ali, bittasi mana Shavkat o'g'lim mani. Ilohim mana bugun shuncha onaxonlar, opa-singillar yig'ilishdi, shu klipimizda chiroyli chiqish kerak. Eng O'zbekistonning zo'r onalar hammasi bugun shu yerda. Xudo xolisa biz o'ylaymizki, yaxshi chiqib yuzimizga yorug' bo'ladi. To'g'rimi bolajon? Kuzatishga davom etinglar. Jarayoni hal bo'ladi. Siz nihoyatda farishtadek bo'ldingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi yuribsiz. Ana ular tug'ilgan iltimos hamma o'qilib 1 minutga mana shunga tushuntirib oling, jim turinglar, iltimos. Alo, jim turinglar, gapirmay turinglar. Nachilik jim turamiz. Nachilik komandasi ketganda mikrofon turibdi-ku. O'sha mikrofonda onalar qaysidir boshqa musiqa bo'lyapti, mazza qilib boshqa qiladigan eshitib turibdi. Bir sokin qo'shiq bo'lyapti. Anaqa aytyapsiz. Barno, bizlar sinfdoshlar bir-birimizni sansirab gapiramiz. Ha. Tur o'ynaymizmi? deb aytyapsiz. Tur o'ynaymizmi desa, yo'q, men o'g'lim mana shunday aytmasa o'ynamayman. O'g'lim mana shunday aytmasa o'ynamayman. Siz ustoz aytadilarki, o'g'ling keladimi o'zi deb siz saylab, o'g'ling keladimi o'zi desa, o'g'ling keladi. o'shalar mana shu gap sizga replika. Voy, o'g'ling keldi deyapsiz. Bo'ldi. Mana ana keldida hammamiz chaqib chalaveramiz, bo'ldi, stop qilaman. Mashina o'zi olsa bo'ldi. Tushunarli? Nima deysiz? Tur o'ynaymiz. Chiroyli ashula bo'ladi. O'ynaylar, qizlar o'ynaylik. Yo'q, o'g'lim kelmasa men o'ynayman. Voy, o'g'ling keladimi o'zi? Voy. Ana kirdi. Gulchehra opa, mana bu odam o'g'ildan oldinga ashula aytib turgan odam. Masalan, mana shu turibdi deylik. Ana keldida mana bu yerdan kelyapti. Chunki zinadan chiqib bunday aylanyapti. Mana bundoq keldi, bo'ldi, bundoq o'tib oldi. Hamma bo'lib ketdi. Tushunarli? Shavkat aka o'zi kirib beradi, shu bolaga qaraysiz. Shavkat aka, sizga kiring degan ta'lim beramiz. Hozir ko'rinmaysiz aslida. Ular ko'rsini olib qo'yadi. 20 odam. Mana bundoq kirib keling deb qarang. O'tib ketavering kameradan. Mana. Mana shundoq. Tushundingizmi? Qo'llarga mikrofon bermoqchi kishi. Qani amin. Amin. Yaxshi niyatlarimiz o'zimizga hamroh bo'lib, bugungi qilayotgan ishimiz xalqimizga manzur bo'lsin. Ko'p otsiz deyishadi-yu, komment islam. O'shalar kommentlarni iloyim qilsin. Bolamni ikkalasi ham Shavkatjonni ham iloyim qo'shiqlari hammaga yoqib, o'zi ham yuzlari yorug' bo'lib, yuzlari issiq bo'lib xalqimizga ichadi. Ikrom Alini ham yuzlari issiq bo'lib, yorug' bo'lib, iloyim yuzlariga kirib yurib, hamisha shunaqangi xizmat qilinglar. O'sha xizmatlaringizda biza hojona o'tiraylik. O'sha postavkasini qo'yganini borib siz to'g'ri. Kadrdasizlar, sizlar. Siz ham даже. Kadrdasizlar, krupniy ko'rinib turibsizlar. O'shanga bitta chapga qaranglar, yuzinglarni ko'rib oling. Ha, mana. Настроение мощный bo'lsa, Sayyora opa, Suraya opa, u yoqda o'sha o mikrofon turgan tomon. Mana ikkinchi kamera turibdi, tikka bo'lib, ana bola qo'lida. Kichkina kameracha. O'sha yerda artist ishlat qilinglar, qiz aytayotganini narigi artisti. Davay. Diqqat. Testga motor.
Nachilik. Qizlar, o'tirmamizmi? Turinglar, o'ynaylik. Shunaqa chiroyli qo'shiq kelyapti. Dugona, man faqat o'g'lim mashinasida o'ynayman. O'g'ling keladimi o'zi? Voy, mana. Stop, ideal, zo'r. Ketdik, bitta klubni shundoq 3 ta onamizga olaylik. Buchani bitta kadrdasi barmi? Motor. Mazza qilamiz, nachilik. O'tirmamizmi? Shuni chiroyli qo'shiq beryapti. Turinglar, o'ynaylik. Yo'q, o'rtoqcha, manchi faqat o'g'lim mashinasida o'ynayman. Ha, o'g'ling keladimi o'zi? Voy, kelib qoladi. Voy, ana keldi. Stop, idealni. Saida pomolu. Motor. Yes. Nachilik. O'tirmamizmi? Turinglar, o'ynaylik. Nima o'tirish bu? O'rtoqcha, manchi faqat o'g'lim mashinasida o'ynayman. Voy, o'g'ling keladimi o'zi? Voy. Stop, idealni. Buchani pamga bitta klubni olamiz, bucha. Gülük olmuş yaştasan, yaşlıgın olmasın. Bugün birge bulupcum, anacanlar. Turkiya'nın oğlası. Motor kımırlı olsun. İşine boşlayın, tamam. Buchaklarda azgina o'nga, azgina. Yo'q, o'zingiz tashlamaysiz, biz turmasang. O'zingiz tashlaysiz. Mana o'ta. Motor, zo'r. Saida bir qarorimiz nachilik. O'tirmamizmi? Turinglar, o'ynaylik. Shunaqa chiroyli. Stop. Zo'r. Ondan kutayotganimiz so'zdan olaylik. So'rash o'tirish ham. Yoshliklar qo'ymas. 70 qo'shish iloji yo'qmidi? Yoshlarni qilib berasizlar-ku. Buni ekranga qo'yib yuboramiz 70 bor. Bir piyonani o'zimiz kirishi, shoxdan yetib kelgan svet o'zgarib ketmasdan piyona olib. bitta plan bersangiz, ekspert bo'ladi, manfaat cherzana qiladi. Esdan olib chiqib, stoplar. Gülük olmuş yaştasan, yaşlıgın olmasın. Bugün birge bulupcum, anacanlar oynasın. Gülük olmuş yaştasan, yaşlıgın olmasın. Bugün birge Saida aka, keling. Yo'q, rasm cho'kka deyib olmaydi, chopshirib orqaga ham boringlar, yopishib qo'yinglar. Ha, shu bilan ham boradi. Mana shu turibsiz. Yo'q, turib, kiring, Saida aka, chiqarib oldi, ha. Zo'r. Bo'l, Saida aka keling. Yo'q. Qaranglar. Nachilik komandasini sinovlar chiqib turadi. 10 gacha stol emas. Stol bo'lmaydi.
yaxshilik deganida ikkita tomondan kirib keldilar. Kirib kelib, o'sha sizlar kirib kelaverdinglar. Saydab shoxda. Kirib sekin onalarni ko'rsa, ha o'ynab yo'q, bular sizlar ikkalanglar keyingi anaqada kiringlar degan komanda beraman. Sizlar kirib kelaverasizlar. Mana kameramiz u yoqda, yuzimiz bu yoqda, faqat kameraga qarabdan. Men stop degunimcha o'zi bir kuplet keladi. Stop degunimcha ashula aytib hammani o'ynataveradi. Faqat e'tiborda bitta o'zingiz onangiz bo'lgani bilan bular ham siz onangiz deyapti. Ha. Yo'q, kelar onalar bilan birga o'ynaydi. Ana muzika qo'yganda, nachalik qo'y muzikani. Hozir endi masala. Hozir endi. Ellik oltmish yoshda ham yoshligim qo'ymasin. Bugun birga bo'lib jam onajonlar qo'ymasin. Ellik oltmish yoshda ham yoshligim qo'ymasin. Bugun birga bo'lib jam onajonlar qo'ymasin. Oynam onam onajon o'zim qurboniz bo'lay. O'rtada shoxsni o'rtaga sho'ka degan o'rniga turganini ko'rishim uchun. Sho'ka degan o'rniga. Yana yurting shoxsni. Mana Barnoq bilan sho'ka deyapman. Barnoq o'rtani ushlab qo'ysiz bo'ladi, kadr o'rta. Shunda birlashib olishadi. Onajon. Charchab olmaysiz? Bo'ldi, endi zo'r o'ynasangiz bo'ladi. Ana 95 bezak qo'yildi. Davay turamiz. Mana sal kurumliroq o'tdik. O'zim aytaman, to'xtanglar. Kiringlar onalar. Ellik oltmish yoshda ham yoshligim qo'ymasin. Bugun birga bo'lib jam onajonlar qo'ymasin. Ellik oltmish yoshda ham yoshligim qo'ymasin. Bugun birga bo'lib jam onajonlar qo'ymasin. O'ynang onam onajon. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugungi onajonlar o'ynashib qo'shig'imizni ham ustozimiz Saidar Amedova, Alloh rozi bo'lsin, xalq artisti unvonini ham oldi. Undan oldin nimani oldingiz? Mehnat shuhrat ordenini, legenda O'zbekiston, voy ko'p. Xudoga shukr. Alloh rozi bo'lsin. Biz ham sizni martabangizga yetib o'raylik. Xudo xohlasa uzashni davom eting. Onajonimiz ham bugun qo'shig'imizni qilolmaylikda. Onajonlar uchun sizlar qo'shiq aytsanglar, klip olsanglar, biz jonimiz bilan ijro etib beramiz. Onalar sog' bo'lsin, omon bo'lsin, tani joningiz. Rahmatulloh. Boringizga shukur. Uzashda davom eting. Bu dünyada bir sen ey insan, icarada yaşap yürümek. Qilmay yaxshi ko'rib Sho'ka degan kirib berishni olib bersangiz, qo'llarda mikrofon bor edi faqat. Sho'ka degan. İlk günlerce Bitta pator qo'yib qo'ydik. Bo'ldi, jurnal olmagan. Hey, onalar deganim bor. Bir, ikki chapechani olinglar. Bir, ikki, uch, nachilik. Stop. Yo'q, bitta. Mana bu qo'ymasin. Bundoq. Pas yo'q. Bir, ikki, uch, nachilik sho'ka degan. Shunda o'g'li bor. Sal ashula ritmida turmush o'ynaydi. Xalas bor. Assalomu alaykum. Video ashula tayyormi? Qarama. Bu karom juftlik. 1:08 dan qo'yiladi. So'lib tugadi. Ha, o'sha bilan qish kelasiz.
O'ynamayman. Bolam, Arazladim. kelay. Qurban. Shu keliningiz o'ynamasdi. Yo'q, o'ynamayman. Bolam, desangiz kelay. Ko'zim qurbon bo'lay. Sho'rdan aytib beray. Onajonlar. Bolam deydi, har ishda. Ishda deyapman, ishda. Ishda emas. Ishda emas. Ishinglar, все. Давай, onalar, yaxshi kayfiyatda, emotsiyalar. Давай, sizlar. Muzika, начали. Ko'ngil diyar sarishta bolam deydi har ishda oq ro'molli farishta onajonlar o'ynasin bolam desangiz kerak o'zim qurboniz bo'lay. Bolam borasi sizni ko'rganimdan xursandman. Yoshligidagi biz kichkinaligimizni orzu qilib siz kuzatib kelardik. Xudoning karami kengki, bizda yaxshi onajon qo'shig'imizda oq ro'molli farishta bo'lib o'ynayapmiz. Bugungi qo'shiq haqida qanaqa taassurotingiz bor? Qo'shiq menga juda ham yoqdi. Avvalo qo'shiqni kuyini eshitib menga yoqdi. Hali bir narsa aytchadiyu, kimgadir sovchilikka borsang, agar to'g'ri bo'lsa, yulduz to'g'ri bo'lsa, yuragim jiz etadi deganda. Kuyning o'zida yuragim jiz etadi. Rahmat. Qo'shiqni kim aytadi deb keyin so'radim. So'rasam shunaqa. Siz qo'shiqchini juda yaxshi bilaman. Mana bunaqa ko'rishmaganmiz, yaqindan Birinchi ko'rishishimiz. Endi ko'p ko'rishamiz. Xudo nasib qilsa inshaalloh. Lekin qo'shiqning she'rlarini juda ham o'ylab yozgan ekan. Haqiqiy chin farishtalar ularga atalgan so'zlar. Odamning dilidan shunday joy olib, chalinishi bilan, aytilishi bilan jim o'tira olmayapman. Biza ko'p katta ayol, ona biza jim o'tiradigan deb qo'ydim. Rahmat. Xudo nasib qilsa tomoshabinlarimizga, muxlislarimizga juda manzur bo'ladi deb o'ylayman. Ilohim ko'p millionlab muxlislarimizga ega bo'ladi. Bundan-da to'xtamay turib, bundan-da tez ijodlarimiz ko'payaversin. Rahmat onajon. Boringizga. Mana aziz vatandoshlar, kuzatishda davom eting. Xudo xohlasa tez kunlarda qo'shiqimiz chiqadi. Onajonimiz o'zi chiroyli qilib promoylagan umr boqiy qo'shiqlardan bo'lib qolsin. Bir-biringlar joy o'tiram. Mana qaraydi. O'tda, mana barmoqam o'tirgan joyda o'g'li bilan bir-birini mehrlab o'tirishibdi. Просто chetdan kuzatib qolib ketishadi ayol. Havasi qaradi. Tak o'zi ashulani medlenniy joyi. Keyin riski sho'x joyi bilan ketadi-da o'zi bilinadi. Ular ketadi. Tur o'ynaylik. Turgan joyda o'ynaveradi. Tushunarli? Xudo yaqinlashyapti. Motor. 1, 2, 3 qo'ydik muzikani. Nachli yoz medlenniy joy kerak. Ketdik. Onajon o'zim qurboniz bo'lay. O'ylay onam onajon oyingiz Endi boshladik. Давай, yo'q, o'sha boshlaydi. Давай, motor. Saksayda yaxshiroq. Muzika, opaga yaxshiroq. o'ylay onam onajon o'zim qurboniz bo'lay. O'ylay onam onajon oyingizga jon tashlay. O'ylay onam onajon o'zim qurboniz bo'lay. O'ylay onam onajon oyingizga jon tashlay. Saidova boshladi. Barno. O'g'lingni juda ham chiroyli tarbiya qilibsan. Deysiz. Barno. O'g'lingni juda ham yaxshi tarbiya. Siz bunday o'shadingizda hamma onalarni ko'ngliga ko'tardi. Hamma onalarni ko'nglini ko'tardi. Salomat bo'linglar. Mayli, yaxshi qolinglar deb mashq o'qib, xayrlashamiz. Bu kadrdan chiqib ketamiz. Boshida endi mashinaga onam bo'ldingizmi deb chiqib kelaman. Shunaqa. Bo'ldi, orqaga o'ting. Nachili.
Diqqat, Marnopa klubidamiz. Motor. O'sha ana xayrda. Bir ko'shnachilik. Mayli, o'rtoqjonlar yaxshilik qilinglar. Ko'rishamiz. Bo'ladi. Sevgi. Nimaga rahmat aytasiz? Ma, kuyovlar rapidda-ku. Yo'q, sen kanishni. Motor. Hozir 1 minut. Stop. Ko'shnachilik. Oynay onam, onajonim, o'zim qurboniz bo'lay. Oynay onam, onajonim, oyingizga jonim to'shay. Oynay onam, onajonim. Muzika. Nachilik. Shirinib ozgina kiringlar. O'ta zo'r kirdingiz siz ham. Muzika, nachilik. Bismillah. Salam turing. Bismillah. Rahmat sizlarga onalar. Ayub yoza sumkalar. Sal anaqa bo'lsin. Bajarib qoldi, sumkalar. Ustoz telefonlari shu yerda emasmi? Nima desam aytib tushiray. Mana bu ishlar ham chaqirsin dedi. Bu yaxshiroq oladi kelar mana bugun. Aziz vatandoshlar, mana bugungi onajonlar o'ynasa qo'shig'imiz klipini ham jarayonlarini to'liq ko'rib bordilar. Mana oxirgi qismiga keldik. Ko'raman qalay bo'ldi, yaxshi bo'ldi. To'g'risini aytaman, o'zi xursandchilik, onajonlar o'ynasin deb qo'shiq aytilyapti, lekin men monitor ortida juda ham qiynalib syomka qildim bu narsani. Bilmayman nimaga. Bunaqa onalarni ko'rib xursand bo'lib ketdim. Shuning uchun onalarimiz hayotda aytib, qadrlariga yetib, ko'p onalarimizni o'ynatib kayfiyatni ko'taraylik. Shu narsa armon bo'lib qolmasa, sizlar iltimos qiladi onalarni o'ynatinglar masalan, salomat bo'ling. O'sha sizdagi og'ir nuqta menda ham ikkalamiz bir xil dardimiz.
ikkalamiz ham onajonlarni o'ynatyapmiz. Sabsvejiy bo'lganiga hali ko'nika olmayapman to'g'risi. Ilohim, onalarni borida qadr yetinglar. Oxirigacha ko'ring. Zo'r. Onalarni o'ynatayliklar. Assalomu alaykum. O'ynang onam, onajonim, oyingizga jonim to'shay.